Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Isroilning Eronga boshlagan yangi urushiga ham hademay bir hafta to'lib qoladi. Ekspertlar yoki dunyo hamjamiyatini eng ko'p o'ylantirayotgan masala Eron siyosiy tizimi qanchalik mustahkam. Ya'ni Eron davlatchiligi Isroilning, Amerikaning harbiy bosimlariga qanchalik dosh bera oladi va siyosiy tizim yiqilishi mumkinmi degan savollar juda ham ko'pchilikni o'ylantirishi tabiiy. Xo'p, urush qaysi ssenariyda ketyapti? Avvalambor Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil bir tomondan Eron bilan muzokaralar olib borib, kuppa kunduz kuni Eronga hujum qilib, Eron rahbariyatini o'ldirish orqali bitta maqsadni ko'zlagan edi. Ya'ni Eron davlat rahbari Imom Xomeneyning yo'q qilinishi ichkarida Eronda ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqaradi, xalq ko'chaga chiqadi va natijada siyosiy tizim yiqiladi deb umid qilgan edim. Lekin bu umid to'liq o'zini oqlamadi. Chunki na Donald Trump, na Netanyahu Erondagi siyosiy zihniyatni, u yerdagi mentalitetni, u yerdagi mazhabiy yondashuvni inobatga olmadi. Natijada Imom Xomeney Eron xalqi tomonidan, musulmon dunyosi tomonidan shahid deb qabul qilindi. Aksincha, siyosiy tizimdan norozi bo'lib turgan aholi qatlami ham o'zining siyosiy tizimga nisbatan noroziligini ortga yashirib, Isroilga yoki Amerikaga bo'lgan ishonchsizligi yoki nafratini birinchi darajaga, birinchi planga chiqardi. Chunki Amerika va Isroil o'rtada juda ham yirik katta xatolar qildi. Jumladan Eronning ma'lum bir hududlaridagi qizlar o'qiydigan maktablarga hujum qildi. Natijada 165 ga yaqin maktabdagi o'quvchi qizlar va ularning o'qituvchilari halok bo'ldi. Eron buni juda ham katta motam bilan ularni dafn qildi. Boshqacha qilib aytganda, Erondagi muxolifat kayfiyat har doim kuchli bo'lgan. Va lekin mana shu hujumlar natijasida jamiyat aksincha yangi hokimiyat yoki Eron davlatchiligi atrofida jipslashib boshladi. Shundan keyin Amerika, ya'ni Donald Trump va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ikkinchi ssenariyaga o'tishdi. Bu ikkinchi ssenariyani ko'pchilik harbiy ekspertlar Yugoslaviya ssenariyasi deb nomlashmoqda. 1999-yilda Yugoslaviya hokimiyatida Miloshevich bo'lgan paytida, u paytda mahalliy aholining ma'lum bir qismiga nisbatan juda ham kuchli genotsid bo'layotgan edi, ya'ni etnik musulmonlarga. Yugoslaviyani himoya qilishga otlangan davlat bu Rossiya edi va Yugoslaviyadagi rejimga qarshi, Miloshevich rejimiga qarshi NATO kuchlari o'zining bor resurslarini tashlaydi. Boshida havodan turib hujum qilib, taxminan 700 ga yaqin binolarni, harbiy obyektlarni nishonga olishadi. Keyin bu nishonlarning miqdori 900 ga chiqadi, 1000 ga chiqadi va 1200 taga chiqadi va ma'lum bir oylardan keyin, ma'lum bir muddatdan keyin Yugoslaviyadagi, Kosovodagi vaziyat o'zgaradi, rejim yiqiladi. Aynan mana shu ssenariyani bugun Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Isroil Eronga nisbatan qo'llashga harakat qilyapti. Har kuni Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning davlat muassasalariga, davlat binolariga, harbiy inshootlariga yoki boshqa bir hattoki fuqarolik inshootlariga ham zarbalar beryapti. Maqsad bu Eron davlatchiligini qattiq qo'rqitish. Maqsad butun bir 92 millionlik Eronda panika, ya'ni kuchli qo'rquv ruhiyatini shakllantirish, jamiyatni va davlatni toliqtirish. Lekin shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Mana shu havodan turib, osmondan turilib berilayotgan zarbalar Eron davlatchiligini yiqitadimi degan savol paydo bo'ladi. Mutlaq aksariyat ekspertlar aytadiki, yo'q, yiqitmaydi. Chunki siyosiy tizim yoki hokimiyat yiqilishi uchun kollektiv g'arb emas, aynan Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil bu yerda yer usti operatsiyasi o'tkazish kerak bo'ladi. Bu yerda
2003-yilgi Iroq urushini eslashga to'g'ri keladi. Esingizda bo'lsa, 2003-yilning mart oyida Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqda ommaviy qirg'in quroli bor degan vaj bilan Iroqqa bostirib kirgan edi. Butun bir kuchlari bilan o'sha Fors ko'rfaziga, O'rta Yer dengiziga kelgan Amerika harbiylari Iroqqa bostirib kiradi. Iroqqa bostirib kirgan amerikalik harbiylarning soni 170 mingta edi. Ya'ni bu juda ham kuchli, katta harbiy kuch bo'lib, bostirish, to'laqonli opponentni dushmanga nisbatan katta armiya bilan uni bostirib tashlash salohiyatiga ega edi. Qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, Iroq hudud nuqtai nazaridan Erondan 4 baravar kichkina. Aholi soniga ko'ra ham 3 baravar atrofida kichkina. Bugun Eronning sarhadlari 1.700.000 kvadrat kilometrdan oshadi. Aholi soni esa 92 millionni tashkil qiladi. Va mana bu 92 millionlik Eronga yer usti operatsiyasi bilan bostirib kirish uchun kamida 0,5 millionlik, balkim 1 millionlik armiya kerak bo'ladi. Ikkita bu yerda Donald Trump va Isroil uchun yirik muammo bor. Birinchisi, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Kongressdan to'laqonli Eronga qarshi harbiy operatsiya o'tkazish mandatini, ruxsatini olmagan. Bugun Kongressda ko'tarilayotgan masala Donald Trumpni qo'llab-quvvatlash emas, aksincha Donald Trump boshlagan urushni to'xtatish talabi ko'proq yangrayapti. Ya'ni har kuni mana shu masala demokratlar, ya'ni muxolif partiya tomonidan ko'tarilyapti. Hozircha Kongressda ham, Senatda ham kuchlar nisbati, ovozlar soni 51 ga 49. To'g'ri, respublikachilar ko'proq. Lekin respublikachilar, ya'ni Donald Trump tarafdorlari urushga ruxsat olish uchun Kongressning, Senatning 3 dan 2 qismi ovozini olish kerak. Bunday ovozni Donald Trump ola olmaydi. Lekin ertaga agarki noyabr oyida oraliq saylovlar natijasida demokratlar ko'proq o'rin oladigan bo'lsa, Donald Trumpga nisbatan jiddiy qarshi harakatlar boshlanadi. Lekin hali ungacha yarim yildan ortiq vaqt bor. Boshqacha qilib aytganda, Donald Trump to'laqonli yer usti operatsiyasi o'tkazish uchun ruxsat ola olmaydi. Chunki Amerika qonunchiligiga ko'ra urushlarni boshlash va to'xtatish bu prezidentning vakolatiga kirmaydi. Bu Kongressning vakolatiga kiradi va shuning uchun hamki Amerikadagi siyosatchilar, Amerikadagi yuristlar Amerika Qo'shma Shtatlarida konstitutsion tizim buzildi, konstitutsion tizim izdan chiqdi, ishlamayapti degan asosiy vajlarni aytib kelmoqda. Ikkinchisi, xalqaro darajada ham Amerika Qo'shma Shtatlari BMTning Xavfsizlik kengashidan ruxsat so'ragani ham yo'q, unga intilgani ham yo'q. Misol uchun, agarki Amerika Kongressdan ruxsat olib, Xavfsizlik kengashi, BMTning Xavfsizlik kengashidan ruxsat olganda ham buning ikkalasining imkoniyati yo'q. Lekin shunday bo'lganda ham Eronda yer usti operatsiyasi o'tkazganda ham Eronning ichkarisida muqobil harbiy kuchlar, muqobil siyosiy elita mavjud emas. Bu o'rinda Suriya bilan qiyoslash mumkin. Mana 2024-yilning oxirida Suriyada Bashar Asad hokimiyati yiqitildi va tezda hokimiyat almashtirishga muvaffaq bo'lindi. Nima uchun? Sababi Bashar Asad Damashqda o'tirsada, Halab shahrida, ya'ni shimolroqda muqobil harbiy kuch, muqobil siyosiy hokimiyatni olishga tayyorlanayotgan edi. Suriyada yirik bo'linish bor edi. Bir tomondan kurdlar, ikkinchi tomondan shimolda bugungi hokimiyatda o'tirgan shaxslarning siyosiy kuchlari yoki ular nazorat qilib turgan hududlar va janubda Bashar Asad hokimiyati, ya'ni Suriya de facto 3 ga bo'lingan edi. Bugungi Eronda bunday vaziyat mavjud emas. Elitadagi tarqoqlik mavjud emas. Aslida ichkarida ziddiyatlar, tarqoqlik bo'lishi mumkin, lekin u mutlaq yashirincha. Va shuning uchun hamki agarki Eronda quruqlik operatsiyasi o'tkazilmasa va ichkarida kuchli muqobil bo'lgan siyosiy kuchlar shakllantirilmasa, siyosiy tizimni yiqitish imkonsiz bo'lib qolaveradi. Bugungi kunning o'zida Eron atrofidagi urushda g'arbda kuchli bo'linish paydo bo'ldi.
Agarki Iroq urushi bilan qiyoslaydigan bo'lsak, G'arb mutlaq aksariyat davlatlar Amerikaning, Jorj Bushning va Isroilning mana bu kampaniyasini to'liq qo'llab-quvvatlagan edi. Faqatgina Germaniya va Fransiya ishonchsizlikni ohista bildirgan edi. Lekin ular bu urushga to'laqonli kampaniya olib borib, qarshi kampaniya olib borib, o'zining vetosini qo'ymagan edi. Lekin bugungi kunda Amerikaning tarixan eng yaqin ittifoqchilari bo'lgan Buyuk Britaniya ham bu urushga qo'shilmadi. Fransiya esa urushni to'liq ohstaroq yoki o'rtamiyona tanqid qilyapti. Ispaniya esa bu urushni to'liq nolegitim, noqonuniy va tajovuzkorona urush deb nomlayapti. Ya'ni bugun G'arbning o'zida juda ham kuchli bo'linish bor. Qolaversa, Amerika jamiyatining o'zida ham Amerikaliklarning 70-80% Eron urushini, Eron kampaniyasini qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Iroq urushiga qiyoslaydigan bo'lsak, mutlaq teskari holat. 70-80% Amerikaliklar Amerikaning Iroqqa bostirib kirishini va Saddam Husaynni yiqitishni qo'llab-quvvatlagan edi. Bugun bor yo'g'i 20% Amerikaliklar Eronga bostirib kirishni yoki Eron urushini qo'llab-quvvatlayapti xolos. Barcha frontlarda keskin o'zgarish mavjud. Lekin Donald Trump va Netanyahu ortga chekinish niyatida emas. Umuman Donald Trump aslida men tinchlik uchun Nobel mukofoti olishim kerak. Men shu paytga qadar 8-9 ta urushni tinchlantirdim, to'xtatdim degan bir vajlar bilan siyosiy maydonga kelgan edi. Va kutilmaganda Yaqin Sharqda keyingi chorak asrdagi eng katta urushni Donald Trumpning o'zi boshlab berdi. Oxirgi yirik urush 2003-yilda boshlangan edi. Mana oradan 23 yil o'tib, yanada kattaroq urush boshlandi. Chunki Eron aholisiga ko'ra katta, hududiga ko'ra katta, harbiy salohiyatiga ko'ra yirik katta davlat. Xo'sh, Donald Trumpning tafakkuri asosida nima turibdi? Bu aslida Amerikaning urushi emas. Bu aslida Isroilning urushi. Bu aslida Netanyahuning urushi. Donald Trump ikkinchi marta hokimiyatga kelganidan keyin mana shu 1 yil, 1,5 yil oralig'ida Netanyahu Donald Trumpning oldiga 9 marta bordi. 9 marta uning qarashlarini, tafakkurini shakllantirishga, Eronga qarshi urush boshlashga chorladi, da'vat qildi. Uning yo'nalishini belgilashga harakat qildi. Bir tomondan Netanyahu, ikkinchi tomondan Yahudi lobbisi, AIPAC va boshqa omillar. Va natijada mana bu avantyurani Netanyahu boshladi. Va natijada mana bu avantyurani Donald Trump, Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi urushni boshladi. Va taxmin qilish mumkinki, Netanyahu Donald Trumpga bitta gapni aytgan bo'lsa kerak. Qarang, keyingi 30 yilda biz muttasil urush qildik. O'zimizning dushmanlarimizni ayovsiz, agarki bahona bo'lsa, bo'lmasa ularni yo'qotdik, yanchib tashladik, tinimsiz muttasil o'ldirib kelyapmiz. Agar mana shu modelni siz ham qabul qilsangiz, tarixda eng katta muvaffaqiyatli prezident sifatida qolasiz degan gapni aytgan bo'lishi aniq. Haqiqatda keyingi 30 yilda Isroil o'zining atrofidagi guruhlar, davlatlarning rahbarlarini ayovsiz o'ldirib keldi. Fath tashkilotining rahbari Yosir Arafotni yo'q qildi, ya'ni uni zaharlab o'ldirdi. Yoki Hamas tashkilotining liderlarini o'ldirdi. Yoki yaqinda Hamasning, Hizbollohning liderlarini o'ldirdi. Yoki hattoki Amerikaning ittifoqchisi bo'lgan Qatarga ham hujum qilib, Hamasning muzokaralar shtab-kvartirasiga hujum qildi. Va Eronning ham hattoki mana tarixda birinchi marta hech qanday mandat olmasdan, hech qanday ruxsat olmasdan Eron davlat rahbari Imom Xumaneyni ham yo'q qildi. Va mana shu modelni Donald Trumpga uqtirgan, singdirgan bo'lishi mumkin. Lekin hozircha Netanyahu yoki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump o'zlarining birlamchi maqsadlariga erishmadi. Va oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bugun Netanyahu Donald Trumpning Eron bilan yashirincha kelishuvlarga erishib qo'yishdan qo'rqmoqda. Ya'ni Donald Trump Eronda vaziyatni chaqirishga harakat qildi, Eronning liderlarini o'ldirdi, lekin rejim saqlanib qolgandan keyin Eronning oldingi shartlarini qabul qilib, Eron bilan muzokaralar stolida yashirincha kelishuvga erishib, urushni to'xtatib qo'yishdan Netanyahu qattiq qo'rqmoqda.
Chunki Netanyahuning yoki Isroilning strategik maqsadi Eronning yadro dasturi emas. Eronni davlat yoki siyosiy tizim sifatida to'liq yiqitish, imkoniyat bo'lsa uni parchalab tashlash, ya'ni siyosiy maydondagi, geosiyosiy maydondagi o'yindan chiqarish. Bir vaqtlar Iroqning hokimiyati ham mintaqadagi geosiyosiy masalalarda o'zining pozitsiyasiga ega edi. Ya'ni Saddam Husayn Isroilga yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga baralla yo'q deya oladigan siyosiy liderlardan bittasi edi. To'g'ri, u diktator edi, to'g'ri avtoritar hokimiyat edi va bu uning eng katta nuqsoni edi. Lekin mana Saddam Husayn yiqitilgandan keyingi Iroq bu mintaqa masalalarida qat'iy pozitsiyaga ega bo'lmagan va ichki muammolar bilan o'ralashib qolgan davlat hisoblanadi. Va Isroilning bugungi maqsadi qudratli Eronni demontaj qilish, Eronning ichkarisidagi muammolarni maydonga olib chiqish va Eronni o'zi bilan band qilib qo'yish. Agar imkoniyat bo'lsa, Eronni parchalashga harakat qilish. Isroilning strategik maqsadi ikkita. Birinchisi, mintaqaviy gegemon davlat bo'lish. Ya'ni mintaqadagi barcha davlatlar Isroildan qo'rqadi, u bilan hisoblashadi, unga e'tiroz bildirmaydi va unga bo'ysunadi. Bu uning birlamchi, ya'ni muhim bo'lgan, muttasil bo'lgan birinchi maqsadi. Ikkinchi maqsadi mana shu gegemonlikdan kelib chiqadi. Agarki gegemon bo'lib, muvaffaqiyatli o'zining proyektlarini amalga oshirish imkoniyatini qo'lga kiritsa, katta Isroilni tashkil qilish hisoblanadi. Va shundan xulosa qilish mumkinki, bu yaqin oylar, bu yaqin yillarda Yaqin Sharqda tinchlik bo'lmaydi. Hattoki Erondagi siyosiy tizim yiqilganida ham Yaqin Sharqdagi boshqa davlatlar, boshqa xalqlar, ya'ni Yaqin Sharqning asosiy fundamental o'zligi bu musulmonlar, sunniy musulmonlar, shia musulmonlar va ular Isroilning tajovuzkor, agressiv, gegemonistik siyosatiga hech qachon rozi bo'lmaydi. Bu degani hali 10 yilliklarda Yaqin Sharqda afsuski tinchlik bo'lmaydi. Rahmat, salomat bo'ling.